Jahannamga tushgan odamlar qarashsa, o'zlariga nasihat qilib, yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytargan odam ham shu yerdek. Shunda ular hayron bo'lib, olimdan so'rashdi: "Ey falonchi, senga nima bo'ldi? Axir sen bizni faqat yaxshilikka buyurarding, yomonlikdan qaytararding." Shunda u: "Men sizlarni yaxshilikka buyursam ham o'zim yaxshilik qilmas edim. Yomonlikdan qaytarsam ham o'zim yomonlik qilar edim. Shuning uchun Parvardigorim meni jahannamga otdi." Aziz birodarim, 100 yil ilm o'rgan, 1000 ta kitob o'qi, amaling bo'lmasa, aslo jannatni orzu qilma.